Butilyoviy germetika deb nega har doim videoda aytib o'tamiz, okalar. Butilyoviy germetika ekstruderda qo'yilgani baribir boshqa narsa bo'ladi. Ham ko'rasam 200 gradus germetika qanaqa tutab tushayotganini, u lentalida baribir bunchalik ichigacha kirib keta olmaydi. Shuning uchun baribir ekstruderda qo'yilgan farq qiladi, okalar. Mana hozir sizlarga ko'rsatamiz. Ko'rsatgan qo'yilgan joy. Mana ko'rsam qanchalik tutilla chiqib ketyapti. Bu hozir mana shu chok qalinligi bo'lsa, mana shu chok qalinligi tegidan boshlab to'lib chiqqan bo'ladi. Lentalida baribir yaxshi eritilmasa, ili pechga tiqilmasa pastigacha tushmaydi, okalar. Lentalini yomon demoqchi emasmiz, o'zimiz ham ishlatganmiz. Faqat lentalini yaxshilab qizdirib mana shu darajaga olib chiqmasa, tegidan to'lib chiqmaydi, okalar. Shisha parlanish ehtimoli bo'ladi. Fara yopilgandan keyingi rezultatga baho berib qo'yasizlar mana farani chokiga. Xohlasa hammasi chiroyli bo'lgan, zavod holatida bo'lgan. Mana bu yoq taraflarimiz hali germetika tozalanmagan holatda juda ham akkuratni chiqqan. Bular sovigandan keyin darsh olib tashlasa bo'ladi. Sizlarga bu yoq tarafni ko'rsatgan edik. Bu hozir qotgan sovuq bo'lgan tarafimiz mana. Hozir videoda ko'rsatgan tarafimiz ham xudo xolasa chiroyli bo'lib chiqqan ekan. Kimga shu xizmatda kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa ishinglarni chiroyli qilib